Assalomu alaykum do'stlar. Hozirgi mavzuyimiz akkumulyator. Agar sizda ham o'z-o'zidan akkumulyator o'tirib qolgan bo'lsa, aslida sovuqda bo'ladi. Sovuq paytda o'tirib qolgan bo'lsa, zaryadga umuman olmayotgan bo'lsa, bankasi o'lgan yoki o'lmaganligini bilishi bitta oson va xavfsiz usuli bor. Xo'p, akkumulyator sidra olmayapti. Akkumulyator o'tirgan holatda agar ozgina aylantirayotgan bo'lsa ham farlarni yoqib qo'yib, ozgina o'tirgandan keyin, sidra qo'shmaydigan holatda bo'lgandan keyin bankasini hammasini ochib, statorni mana premyor qilib ko'ramiz. Statorni aylantirib ko'ramiz premyor. Aylantirgan holatda kuchi yetmasa, o'lgan banka qaynaydi. Mana hozir mana bunda mana bu plus tarafdan birinchi bankamiz qaynayapti mana. Qolganlari mana jim turibdi. Mana shu banka o'lgan. Mana shu holatda akkumulyator bankasi o'lganmi, o'lmaganmi? Eng oson bilishli usuli. Akkumulyator o'tirgan holatda statorni premyor qilib qo'shib turasiz. Hamma mashinada qilish mumkin bu ishni. Bu akkumulyator hozir zaryadga olmagan, kecha birdan o'zidan o'zi o'chib qoldi deyapti. O'tirib qoldi, zod bo'lmayapti deyapti mana. Akkumulyator o'lgan hozir. Mana bu akkumulyatorga qancha bo'lganligini ham bilmasi yo'q. Lekin o'zi yaxshi akkumulyator, faqat yili o'tgan bo'lsa kerak. Mana shunaqa qilib akkumulyatorni bankalarini tekshirish mumkin. Agar hammasi qaynamasdan jim turgan bo'lsa, akkumulyator o'zi o'tirgan. Prosta plotnost kamaygan va o'ziga o'tirgan bo'lishi mumkin. Agar banka shuni premyor qilgan holatda statorni banka qaynasa, o'sha banka o'lgan. Bitta banka yoki ikkita banka qaynaydi. Shunaqa bilishinglar mumkin.